Ko'pchilikda solishtirish odati bor. Ya'ni, bu bunaqa, man bunaqa. U mendan yaxshiroq yoki mendan pastroq. Manda shunaqa odatga ishonasizmi yo'qmi o'zingiz bilasiz. Chunki har doim bilaman qanchalar o'qiganingiz, ilm olganingiz sari bilasizki, siz yagonasiz bu olamda. Sizni rizqingiz, sizni nasibingiz, sizni harakatingiz, sizni ne'matlaringiz, imkoniyatingiz faqat sizga taalluqli va siz shuni orqali hayot kechirasiz. U mendan zo'r bo'lib ketdi, u mendan yaxshi, nega unaqa, nega bunaqa. Bu gaplar to'g'ri emas, behuda gaplar deb o'ylayman. Chunki o'zingizni birovga solishtirgan bilan nimaga erishasiz? Ha, mumkin o'zim ham havas bilan qarashim mumkin. Masalan, shu odam shunaqacha qilyapti, nega men qila olmayman? Nega bu salomatligiga e'tibor beradi, irodasini qo'lga olgan, ishida sobit, o'zini mehnatini xalqqa taqdim etyapti, nega men qila olmayman deyishim mumkin. Lekin nega u shunaqayu men bunaqaman,